Assalomu alaykum. Bugungi juma dasturini mehr ila intiqlik bilan kutgan qadrli yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar, yana bir go'zal tong har biringizga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum ana O'zbekistonim. Assalomu alaykum hurmatli tengsiz muxlislarimiz. Bormisiz, omonmisiz? Bugun 5-dekabr haftaning juma kuni va biz boshlangan yangi kun barchamizga muborak bo'lsin deymiz. Avvalo maqsad va g'oyani aniq belgilab ol. Qolgan ishlar o'z-o'zidan bo'laveradi degan edi mashhur hind faylasufi Mahatma Gandhi. O'ylaymizki azizlar, siz ham o'z oldingizga bugun chiroyli maqsadlarni qo'yishga ulgurdingiz va ishonchimiz komil, unga sari qadamlar ham tashlandi. Albatta. Demak azizlar, bugun kitobxonlik mavzusiga to'xtalib o'tamiz. Zero kitoblar umr yo'llarimizni yorituvchi, bizga yashashni o'rgatadigan eng qadrli, munosib va yaxshi do'stlardir. Xuddi shunday. Giyohvandlik umr zavoli. Biz ogohlikka chorlovchi suhbatni va qolaversa boshqa mavzularda bir-biridan qiziqarli lavhalar va sahifalarni ham sizga taqdim etish taraddudidamiz. Shunday ekan, biz bilan birga O'zbekiston telekanalida qoling. Unutmang, biz birgamiz, birmiz. Aslida har bir kun o'ziga xos tarix. Bugungi san'ati sahifasi orqali esa sizning e'tiboringizga qiziqarli ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Xuddi shunday azizlar, 5-dekabr sanasi dunyo taqvimida qanday voqealar bilan yodda qolgan va ushbu sanada qaysi mashhur insonlar dunyoga kelgan? Bu haqda batafsil bugungi sanada sahifasidan bilib olamiz. Marhamat. Xalqaro ko'ngillilar kuni, u iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish yo'lida ko'ngillilar kuni deb ham yuritiladi. Butunjahon tuproq kuni, ushbu sana 2002-yilda ta'sis etilgan. Bir 1901-yil amerikalik rejissyor, multiplikator Walt Disney tavallud topgan. U o'z kompaniyasiga asos solgan va bu yerda Zolushka, Qizil shapkacha kabi multfilmlar dunyoga kelgan. Bir 1916-yil birinchi o'zbek ayol parashyutchisi Bashorat Mirboboyeva tug'ilgan. U shuningdek birinchi o'zbek mashinist ayol hamdir. 1946-yil ispaniyalik opera xonandasi Jose Carreras dunyoga kelgan. U 60 dan ortiq operalarni ijro etgan. Bir 1979-yil mashhur shaxmatchi grossmeyster Rustam Qosimjonov tug'ilgan. U shaxmat bo'yicha jahon chempionidir. Muhtaram teletomoshabinlar, sahifadan ham bilib oldik. Bugun iste'dodda tengsiz shaxmat ustasi, grossmeyster, jahon chempioni Rustam Qosimjonov tavallud topgan. Hattoki dunyo shaxmatchilari unga qarshi o'ynash oson emasligini tan olishgan ekan. Bugun Tanishnom sahifasida shaxmat ustasi Rustam Qosimjonovning hayoti va faoliyati bilan bog'liq bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat. Shaxmat olamida chempionlik yo'li murakkab va oson bo'lmagan. Bunda kimdir olg'a boradi, kimdir chekinadi. Irodali, maqsad sari intilganlargina yutuqlarga erishadi. Shaxmat taxtasi Rustam Qosimjonovni g'alabalar bilan birga tinimsiz izlanish va mehnatga undagan. Uning fikricha, agar chempion bo'lish maqsadi bo'lsa, bu sport turi bilan shug'ullanishni 3-4 yoshdan boshlash kerak. Rustam Qosimjonov 1979-yilning 5-dekabrida Toshkent shahrida dunyoga keldi. U yoshligidan shaxmatga mehr qo'ygan va 5 yoshdan shaxmat bilan jiddiy shug'ullana boshladi. 15 yoshida esa o'smirlar o'rtasida Osiyo chempionligini qo'lga kiritdi. 1997-yilga kelib, ya'ni 18 yoshida xalqaro grossmeysterlik talabini bajaradi. Oradan 1 yil o'tib kattalar o'rtasida ham qit'ada tengsiz ekanligini isbotladi. Shu tariqa u dunyo shaxmat olamida o'z o'rnini topib bordi. 2004-yil Liviyada bo'lib o'tgan shaxmat bo'yicha jahon chempionati final bahsida omad Qosimjonovga kulib boqdi. U angliyalik Michael Adamsni mag'lub etib, chempionlikni qo'lga kiritdi. Rustam Qosimjonovning g'alabasi mamlakatimizda o'ziga xos shodiyonaga aylandi.
aylanib ketdi. Eng muhimi, bu olamshumul muvaffaqiyat yurtimizda shaxmat sportiga bo'lgan qiziqishni yanada oshirib yubordi. Rustam Qosimjonov O'zbekiston iftixori faxriy unvoni Amir Temur ordeni bilan taqdirlangan. Uning o'yinida mukammal hisob-kitob, chuqur tahlil va xotirjam strategiya bo'lgan. U o'zbek shaxmatining faxriy vakili, chuqur bilim va katta xalqaro tajribaga ega mutaxassis. Faqat dunyoning eng kuchli grossmeysterlardan biri sifatida tanilgan, balki xalqaro darajadagi sportchilar bilan murabbiy sifatida ham faol ishlagan. Xalqaro grossmeyster 2004-yilgi FIDE jahon chempioni Rustam Qosimjonov hozirda O'zbekiston shaxmat terma jamoasi bosh murabbiyi sifatida faoliyat olib bormoqda. Shu kunlarda poytaxtimizda asal bayrami va milliy asalarichilik hamda oziq-ovqat mahsulotlari xalqaro ko'rgazma yarmarkasi davom etmoqda. Ming dardga davo asal mahsulotlari aslida kunlik ratsionimizdan o'rin egallashi kerak nazarimda. Sababi asal haqiqatan ham bizning organizmimiz uchun nihoyatda muhim hisoblanadi. Demak, yarmarkadan hamkasbimiz Mukarramxon Yunusova reportaj tayyorlab qaytganlar. Hozir kelinglar birgalikda ushbu reportajni tomosha qilamiz. Marhamat. Asalarichilikda erishilgan yutuqlarni namoyish etish, asalarichilar o'rtasida o'zaro tajriba almashish, yangi zamonaviy texnologiyalar hamda xorijiy davlatlarning ilg'or tajribalarini o'rgatish va ishlab chiqarishga joriy etish maqsadida ushbu asal bayrami o'tkazilmoqda. Milliy asalarichilik hamda oziq-ovqat mahsulotlari xalqaro ko'rgazma yarmarkasida Toshkent shahri aholisi va mehmonlariga arzon narxlarda asal hamda oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berilmoqda. Har yil bu ko'rgazma o'zining mevasini beradi, o'zining natijasini beradi. Bu raqamlarda ham aks etyapti-da. Aytaylik, masalan, o'sha asal mahsulotlarini eksporti bilan bog'liq ko'rsatkichlarni e'tibor beradigan bo'lsak, 208% ga oshib ketgan, ya'ni 2017-yilga nisbatan asal mahsulotlari eksporti. Bundan tashqari asalarichilik faoliyati bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlik subyektlarimiz soni ham oshib boryapti. Bugungi ko'rgazmada nafaqat o'sha mahalliy ishtirokchilar, xorijiy mamlakatlardan kelgan ushbu sohadagi olimlar, soha mutaxassislari ham ishtirok etyapti. Ushbu ko'rgazmaga tashrif buyuradigan aholi birinchi qo'ldan sifatli asal olish, arzon asal olish imkoniyati, ikkinchi tomoni esa o'nlab, 20 lab asalning turlari bor. Birinchi qo'ldan arzon mahsulot olish imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Jizzax viloyati Zomin tumanidan har xil asal va asalari mahsulotlarini olib kelganmiz. O'sha o'zimizning Zomin mashhur asallar, oqquray, mayska, bo'tako'z asallari bor, yantoq asallari bor. Keyin mana asallarning mahsulotlaridan gulchangilari bor, propolislar bor. Gulchangisi bu arinib olachalarga beradigan oziqa sifatida ishlatadi ular. Gullardan yig'ib keladi bu. Insonlarga kamqonlik, immunitet ko'tarishga juda ham yaxshi effekt beradigan narsa. Yosh bolalarda ham juda aqliy, jismoniy rivojlantirishga foydasi katta buni. Ertalab yeyiladi bu. Juda kamyob narsalardan hisoblanadi. Keyin propolislar bor bizda, oshqozonga juda ham foydali. Inlaridan bor, asallarning har xil asallar bor ichida. Oshqozon uchun juda foydasi katta buni hazm qilishlarga. Bo'tako'z asali bu biz bilan Tojikiston chegarasida bo'ladigan asal hisoblanadi. Bu ko'z nuriga juda foydali asal bo'ladi. Turgan sari qop-qora bo'lib ketadi bu. May oyida 10 kun gullaydi bo'tako'z guli. O'sha vaqtda olinadi. Bu asaldan ko'p olishda iloji yo'q. Har yil ham bo'lavermaydi. Bu kamyob asal hisoblanadi. Biz asal bayramiga Navoiy viloyatidan keldik. Yantoq asali, gul asallari, isiriq asallari bizda ko'proq bo'ladi. O'ta kasbimiz asalorchilik. Necha yillar davomida asal yetishtiradilar bular bizlar. Dehqonchiligimiz. Shuni orqasidan to'ylar qilamiz. Bu yilgi asal bayramida barcha viloyatlardan 400 dan ortiq asalarichilik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar va sohaning 1500 ga yaqin ilg'or vakillari ishtirok etishyapti. Ko'rgazma yarmarkada o'z mahsulotlarini namoyish etayotgan qatnashchilarning aksari bu kasb bilan uzoq yillardan beri shug'ullanib kelmoqdalar va sohaga yangi g'oyalarni ham kiritishyapti. Biz xalqimizga turli xil asallar va hamda bunday qo'shmalar tayyorlab keldik. Tarkibidagi bo'lgan moddalar asalda parchalanadi. Ya'ni biz to'g'ridan-to'g'ri o'zini iste'mol qilganimizda organizmimiz to'laligicha parchalanmasligi mumkin. Asalga qilganimizdan keyin albatta bu moddalar tez parchalaydi. Iste'mol qilgan bu asal bilan tez tanamizga singiydi. Foydali koeffitsiyenti yuqori bo'ladi. Tarkibida anjir,
mayiz, bodom mag'zi, qovoq mag'zi, pista va turli quritilgan mahsulotlar qo'shdik. Juda ham organizm uchun immunitet oshiradi, IQ-ni ham sezilarli darajada oshiradi. Bunaqa qorishmalar paxta asali qo'shiladi, sababi paxta asali kaloriyali hisoblanadi. Asal bayrami va unda namoyish etilayotgan mahsulotlar haqida hali ko'p gapirishimiz mumkin, lekin eng yaxshisi bu yerga kelib asal va boshqa mahsulotlarni tatib ko'rish, ular haqida kerakli ma'lumotlarni mutaxassislarning bevosita o'zidan olgan ma'qul. Asal bayrami poytaxtimizda joylashgan Anhor lokomotiv bog'idagi katta pavilyonda o'tkazilmoqda. Hurmatli teletomoshabinlar, barchangizga xush kayfiyat tilab dasturimizni davom ettiramiz. Demak, giyohvandlik va psixoaktiv moddalarning inson salomatligiga ta'siri xususida suhbatlashish uchun biz studiyamizda kutilgan mehmonimizni qarshi oldik. Xuddi shunday azizlar, suhbatdoshimiz Respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy-amaliy tibbiyot markazi bo'lim boshlig'i Muqaddas Rustamova. Muqaddasxon, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Albatta shuni aytishimiz kerakki, giyohvandlik bugungi kunning eng halokatli muammolaridan biri. Albatta dunyo miqyosida kompleks choralar ko'rilyapti, unga qarshi qancha ishlar amalga oshirilyapti, lekin shunday bo'lsa-da, dunyo miqyosida uning dolzarb muammolardan ekanligi saqlanib qolmoqda. Bunga sabab nima? Odatda ota-onalarda, ya'ni xalqimizda ma'lumotning kamligi deb hisoblayman. Chunki qaramlikni keltirib chiqaruvchi o'ziga xos sabablar mavjud. O'zidan o'zi kasallik kelib chiqmaydi. Aynan o'sha sabablarni ota-onalar bilishmaydi. Va bilishmaganligi uchun ular xayolga ham keltirmaydi. Bu sabablar bir kun kelib qaramlik keltirib chiqarishini. Agar ruxsat bersangiz, sabablar haqida ozgina to'xtalsam, birinchi sabab sifatida biologik sababni keltiramiz. Bu ota-onasida qanaqadir psixoaktiv moddaga, spirtli ichimliklar yoki boshqa psixoaktiv moddalarga qaramlik bo'lgan bo'lsa, farzandlariga moyillik sifatida o'tadi. Demak, genetik omillar ham bor ekan. Genetik omil ta'sir qiladi. Bola kasal bo'lib tug'ilmaydi, lekin sog'lom bolalarga nisbatan agar psixoaktiv modda qabul qilinsa, kasallik rivojlanishi juda jadallik bilan kechadi. Moyillik bo'lar ekanda baribir. Moyillik o'tadi. Bundan tashqari turli xil ruhiy kasalliklar genidagi va juda ko'p bemorlar o'sha kasallikni belgilarini, depressiya holati yoki turli xil vahima, ba'zi bir belgilarni psixoaktiv modda bilan o'zlaricha davolashga harakat qilishadi. Bu ham bitta sabab hisoblanadi. Asosiy sabablardan biri bu ijtimoiy sababdir. Ya'ni katta hamda kichik ijtimoiy sabab. Hozirgi kunda laboratoriyalarda psixoaktiv moddalar o'zimizda hosil qilinyapti. Bular ham qanchalik ko'paysa, demak xavf omiliga kiradi. Va ijtimoiy tarmoqlar, har bitta kichkina bola ham ijtimoiy tarmoq Telegramdan foydalana oladi. Telegramdan foydalangan shaxsiy, ya'ni kartasiga ega bo'lgan har bitta inson bemalol narkotik zakaz qilishi mumkin. Afsus, va bolalarimiz buni juda yaxshi tushunishadi texnikaga. Va kichik sabablariga bular uyushish, ya'ni bitta sinfda bitta giyohvand bola bo'lsa ham giyohvandlikka ruju qo'ygan boshqa bolalarni qiziqtira oladi. Bundan tashqari bolalarni shunaqa guruhlar shakllanyaptiki, bo'sh vaqti ko'p, ya'ni jismoniy mehnati kam va ko'p vaqtini kompyuter xonalarda o'tkazishdi. Masalan, hozir 20-23 yoshli bemorlarim bilan gaplashganimda, ular 14-15 yoshda psixoaktiv moddani boshlashgan, qayerda o'rganishgan? O'sha kompyuter xonalarda. Demak, hozir shu maktab bolalarida ham bu holatlar kuzatilyapti. Maktab bolalarida ham kuzatilyapti. Aynan 9 yoshdan boshlanyapti. 9 yosh, 18 yoshli hozir bitta bemorim. Siz aytganingizdek haqiqiy falokat. Ular 9 yoshda boshlagan va o'sha kompyuter xonaga hozir kirsangiz ham ayrimlariga, hammasi deya olmayman, kalyanni tutun hidi bo'ladi. Va aynan shu joyda tabletka shaklidagi psixotrop dori vositalari yoki kuchli ta'sir qiluvchi dorilarni bolalar bir-biriga o'rgatadi. Belgilari bormi? Ota-onalar qanday aniqlashi mumkin farzandi mana shu mahsulotlarni iste'mol qilayotganini? Ming afsuski, bu kasallik an'anaviy giyohvand moddalarga o'xshab kuchli belgi bermaydi. Va bu belgilar xulq o'zgarishidan boshqa narsaga o'tmaydi. Xulq o'zgarishi ota-onalar bolani qaysarligi, o'tish yoshidagi kriz deb o'ylashlari mumkin. Masalan, ko'z qorachiqlari kattalar, shunday holatlar ham kuzatiladi. Bu holat bo'ladi aslida, lekin bizni bemorlar nima qilishi biladi.
ular shunaqa qilishadiki, uyga ko'zlarini joyiga keltirib kirib kelishadi. Buni ular allaqachon ishlab chiqqan. O'zi insonni mana shunday giyohvandlikka ruju qo'yishiga olib keladigan sabablar borda. Tashqi ta'sirlar deymiz. O'sha ijtimoiy sabab bu tashqi Oiladagi ta'sir muhit ba'zi hisoblanadi. hollarda. Oilaviy muhit. Juda ko'p bemorlarimiz ajrashgan oila farzandlari. Ikki uylik, ya'ni otasi taqiq qo'ysa, ko'chaga chiqmaysan, ortiqcha pul bermasa, onasini oldiga boradi. Va yana shunaqa omil borki, bular misol uchun psixoaktiv modda dopamin beradi, kayfiyat beradi. Uni qabul qilganda kayfiyat ko'tarilib, zavq oladi. Lekin bolalarda nimaga kerak o'sha zavq, sun'iy zavq? Chunki hayotda zavq kamayib ketyapti. Ya'ni haddan tashqari to'qlikni ta'minlab beryapmiz-da. Hamma narsasi bor bolalar. Har kun misol uchun sizga siz yaxshi ko'rgan shirinlikni olib bersam, bir oydan keyin ko'rsangiz ko'nglingiz ayniydi. Xuddi shunday hamma narsasi, velosiped desa bor, telefon desa bor, hamma narsasi muhayyo bolalarga bir xillikdan zerikadi. Ularga ranglilik, zavq-shavq kerak. Va asosan buni aslida ota-onalar bilan vaqt o'tkazish, bog'larda sayr qilish, birga rasm chizish, qancha narsadan olsa bo'ladi, lekin ota-onani bunga vaqti yo'q. Hamma 5 gacha ishda, ishdan keyin ayol ovqat qilish kerak, erkaklar damini olish kerak, telefon ko'radi, oilaviy ovqatlanishlari yo'q va mana shu narsalar ko'zga ko'rinmagan, odamlar uchun hech narsa bo'lmagan narsalar bolani tanimaydi ota-onasi. Giyohvandlik moddani 10 yildan beri qabul qiladi. 10 yil. Turmush o'rtog'i ham bilmaydi, ota-onasi ham bilmaydi. Butun tanasidagi baza tugab, sog'lig'i ta'sir qiladigan darajaga kelganda shifokorga murojaat qilishadi. O'zi mana shu giyohvandlik moddalarini qabul qilish jarayonida, undan keyin qanaqa kasalliklar kelib chiqishi mumkin inson organizmida? Faqat u zavq-u shavq berish bilan cheklanib qolmaydi nazarimda. Buni aks tomoni ham bor. Juda ham tez aks ta'sir boshlanadi. Bu hozirgi sintetik giyohvand moddalar qaramlikni birinchi martadayoq chaqiradi. Oylar kerak emas. Qaram bo'lgandan so'ng miqdor oshib boradi. Miqdori, masalan, bugungi miqdor ertaga u zavqni bermaydi. Miqdorni tinmay oshiradi va ularni marafon deydi bemor tili bilan aytganda, haftalar davomida bir o'tirganda 4 kun, 5 kun qabul qiladi. Bu vaqtda ovqatlanmaydi, hojatga bormaydi, faqat suv ichishi mumkin. 4 kun uydan chiqmagan yoki bir yerda o'tirib qabul qiladi. Bu surunkali zaharlanish hisoblanadi. Va o'sha birinchi martadanoq, ya'ni miqdorni oshirib yuborgan holat bo'lgani uchun hushini yo'qotish, o'ziga kelganida markaziy nerv sistemasi juda ko'p qismlari o'ladi. Ya'ni bemor o'ziga o'zi xizmat qila olmaydi. Faqat 2-3 ta so'z aytishi mumkin, oyog'i yurmaydi, gapira olmaydi. Ya'ni ongi xuddi kichkina 3 yoshli, undan ham kichkina bolanikidek bo'lib qoladi. Bu holatlar tez-tez uchrab turadi va bundan tashqari jigar, buyrak, yurak kasalliklari kelib chiqadi, lekin undan oldin bemorda xulqida kuchli o'zgarish bo'ladi. Chunki bu qimmat dorilar. Bir oylik miqdori 3,5 ming AQSh dollari turadi. Bitta bemor o'rtacha ish haqi, misol uchun 10 million degan taqdiringizda ham uncha pulni topishga qodir emas. Demak, ular tez jinoyat yo'liga kiradi. Firibgarlik qilishi mumkin. Nima qilib bo'lsa ham topish kerak. Aldashi mumkin va yana bu dorilarni qabul qilish yo'li oson-ku. Tabletka shaklida, kukun shaklida, sprey shaklida va ularni misol uchun kichik bir yashirin xonalar kerak emas va hamma sohada bor demoqchiman. Bemalol banker odam bankka kirib ketishda, o'qituvchi odam dars o'tishdan oldin shifokor odam ish vaqtida qabul qilishi mumkin. Shuning uchun ham va bu jinoyatlar aynan o'sha joydan boshlanadi. O'z ishiga suiiste'mol qilish, firibgarlik. Mana shu juda ko'p bemorlarda xabar eshitganman. Telefon qilib, siz televizor yutib oldingiz, 300 ming tashlasangiz dastavka qilib beraman. Shu kabi aldovlar bilan odamlardan pul undirishga harakat qiladi. Otalik obrazi, onalik obrazi ayollarimiz ham bor. Va farzandlik obrazi hammasi yo'qoladi. Jamiyatdan butunlay uzilib, bitta ko'zini shu bugun miqdorni topishga qaratadigan manqurt insonga aylanadi. Endi mana shu giyohvandlikka ruju qo'ygan insonlar, Muqaddasxon, bu tubanlikdan butunlay chiqib keta oladimi? Davolanish yo'llari qanday kechadi? Buning uchun ertaroq murojaat qilish kerak. Agar psixoaktiv modda boya aytganimdek nerv sistemasi butunlay o'zgartirib yuborsa, orqaga qaytish ehtimoli juda ham kam. Oyoq qo'l ishlamaydigan darajaga borganda yoki butunlay shaxsi inqirozga uchrab, bo'ldi, bironta motivi qolmaydi-da, hech narsa qiziqmas. Hech kim ota-ona yig'lashi, hech narsa qiziqtira olmaydi. Shuning uchun ham o'zbekchilik endi kasallik payqaganda yondan tabletka topganda mutaxassisga uchrashmaydi va bo'ldi tashadim degan gapiga mahalla nima deydi,
va shu gap bilan ota-onalar buni tibbiyotdan yashiradi. Mana shu narsa yoki qamab qo'yish mumkin deb qo'rqishadi. Mana shu narsa kasallikni rivojlantirib yuboradi. Chunki bu surunkali kasallik. Surunkali kasallik, misol uchun gastrit surunkali, dieta buzilsa qo'ziydi, kuzda, bahorda qo'ziydigan kasalliklar bor. Bu kasallik ham bir umrlik surunkali. Qachonki bemor o'zini, o'rtoqlarini birga qabul qilgan, ko'chani, zakladkani yo narkotik yashirgan shkafini ko'rsa ham xumor qabul qilgisi kelaveradi. U payti motivlar boshqariladi-da. Qo'y, undan ham ota-onam bor, farzandim bor, burchim bor degan fikr qutqarib qola oladi. Iroda bo'lishi kerak ekanda. Iroda, fikr, bularni hammasi to'g'ri. Bularni bo'lishi uchun ota-onaning yordami juda ham katta. Bemorni davolashda ota-ona bilan birga ishlaymiz. Chunki shifoxonadan chiqqan bemorimizni ota-onasi uydan chiqarmaydi. Ko'chaga chiqsa shubhalanadi. Bu bemor jahlini chiqaradi. Bo'rini yesa ham, yemasa ham og'zi qon deydi-da, qilib kelib, mana qilib keldim, nima deysizlar? Tushunmovchilik, kelishmovchilik, ya'ni bemordan narkomanni qidirsangiz, narkomanni topasiz. Narkomanni qidirmang. Sog'lom bola kerak-ku, sizga umidingiz bor-ku, demak, ishoning farzandingizga va qanaqa muomala qilish kerak buyog'iga mutaxassis bilan maslahatlash kerak. Biz to'g'ri yo'lni ko'rsatamiz. Muqaddasxon, hozir sizning fikrlaringizdan shu narsa oydin bo'lyaptiki, biz avvalo farzandlarimizga, yaqinlarimizga, yonimizdagilarga beparvo bo'lmasligimiz kerak. Hozir shunaqa hushyor bo'ladigan davrdamizda tashqi omillar siz aytganingizdek nihoyatda uchib ketdi, bunaqa narsalarni topish muammo bo'lmay qoldi va lekin bundan chiqib ketish qarang katta muammo. Vaqt, uzoq vaqt Alloh talab o'zi qiladi. asrasin deymiz. Har bir oilada tinchlik bo'lsin. Farzandlarning kamolini ko'rish, shu yurtga, shu xalqimizga xizmat qilayotgan farzandlarning kamolini ko'rish har bir ota-onaga nasib etsin. Albatta shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, Muqaddasxon, siz va sizni sohangizda ishlayotgan fidoyi insonlarni ayni kunda bu global muammoga qarshi bajarayotgan ishlaringiz albatta tahsinga sazovor. Biz bilamiz, yurtimiz miqyosida bu muammoga qarshi ko'plab amaliy choralar ko'rilyapti, shunday emasmi? To'g'ri va bu guruhli bo'lishi kerak. Bitta shifokor tarafidan emas, albatta. hamma jabhada o'qituvchilar, mahalla yettiligi, ichki ishlar, chegara hamma birgalikda hozir kompleks shaklda yo'l yo'riqlar ishlab chiqilgan, maqsad aniq va harakatdamiz. Albatta. Birlashsak biz albatta bunday muammolarni bartaraf eta olamiz. O'zi birlashgan xalqimizda. Xuddi shunday. Mazmunli suhbat uchun sizga katta rahmat. Umid qilamizki, bu suhbat hammamiz uchun birdek manfaatli bo'la oldi. Mutaxassisimizni mas'uliyatli va sharafli ishlarida zafarlar, omadlar hamisha hamroh bo'lsin deymiz. Yana bir bor rahmat aytamiz qimmatli va kerakli ma'lumotlar uchun. Sog' salomat bo'ling. Boysun tumani azaldan o'zining qadimiy an'analari va boy madaniy merosi bilan dunyoga mashhur. Ayni vaqtda biz Surxondaryo viloyati Boysun tumani Feruza hunar markazidamiz. O'zbekistonning qaysi bir hududiga tashrif buyurmang, ularning albatta milliy bosh kiyimi mavjud. Lekin ular odatda bir xil naqshli va bir xil ko'rinishda bo'ladi. Ammo lekin siz Boysun tumaniga keladigan bo'lsangiz, turli xil ranglar va turli xil naqshlarda jilolangan bosh kiyimlarga guvoh bo'lishingiz mumkin. Markazga kirib kelar ekansiz, qo'l mehnati asosida yasalgan turli milliy aksessuarlar alohida e'tiboringizni tortadi. Boshqa hunarmandchilik markazlaridan farqi shundaki, unga kirib kelar ekansiz, milliy kiyimlarni kiyib, Boysun xalqining milliyligini o'zingizda his qilib ko'rishingiz mumkin. Siz Boysun tumaniga kelib, mana shunday qo'lda tayyorlangan milliylik ufurib turgan sumkalardan xarid qilishingiz mumkin. Bu sumkalar boshqa sumkalardan o'zining sifati va hattoki chiroyi bilan ham ajralib turadi. Hunarmandchilik markazi 98-99 yillardan boshlab faoliyat ko'rsatgan. Faqat uyda keyin o'ylab ko'rganman, bolalar kelib o'qigan,
har bitta eksponatga, ya'ni madaniyatiga, kashtachiligiga, kulolchiligi deysizmi, temirchiligi deysizmi qiziqqan. Keyin maktab davrlaridayoq katta muzey qilish niyatim bor edi, markaz qilish niyatim bor edi. Yillar o'tib asta-asta buvimdan yoki bo'lmasa ammamdan, tog'alarimni qizlaridan tikkan kashtalarni, kulolchilik mahsulotlari bo'ladimi, do'ppilar, kiyimlar, liboslar hammasini sotib olishga harakat qildim. Ko'rib turgan o'sha mana shu muzeyimiz 27 yil deganda tashkil bo'ldi. Qisqa qilib aytganda, markazdagi har bir buyumdan, har bir mahsulotdan milliy urf-odatlarimizning go'zalligi ifoda bo'lib turadi. Hunarmandchilik xalqning milliy ruhini, an'analarini, milliyligini o'zida mujassam etib, uni asrlardan asrlarga yetkazib beruvchi vosita hisoblanadi. Agar siz ham bu betakror milliy atmosferani his qilishni istasangiz, Boysun tumanidagi hunar markazi sizni kutib turmoqda. Qadrli teletomoshabinlar, ana endi e'tiboringizni xorij tomonlariga qaratmoqchimiz. Bizning xorijdagi hamkasblarimiz Avstraliyadagi marjon qoyalar muhofazasi haqidagi bir-biridan qiziqarli lavhalarni taqdim etishgan. Biz esa fursatdan foydalanib, bizga ana shunday qiziqarli lavhalarni yuborayotgan barcha hamkasblarimizga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Ijod zavqi va bizga bo'lgan e'tibordan minnatdormiz. Sog' bo'linglar. Va albatta yuqorida aytib o'tgan lavhalarni birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Avstraliyaning Queensland shtatida dunyodagi eng yirik marjon qoyalarini tiklash loyihalaridan biri amalga oshmoqda. Mahalliy yoshlar va olimlar millionlab yosh korallarni yetishtirib, 2024-yilda jabr ko'rgan hududlarni qayta tiklashga kirishdi. Great Keppel oroli atrofida suv osti manzarasi ancha o'zgargan. Oqarish marjonlarni shikastlagan. Loyiha maqsadi riflarni iqlim o'zgarishiga bardoshli va moslashuvchan qilish. Ko'ngillilar Avstraliya dengiz fanlari instituti bilan hamkorlikda marjon urug'larining tirik qolish imkoniyatlarini oshirmoqda. Bu jarayonda ilm-fan va hudud aholisining avloddan avlodga o'tayotgan bilimlari birlashtirilyapti. Yangi korallar joylashtiriladigan hududlar ham ehtiyotkorlik bilan tanlanadi. Faqat erkaklar yoki faqat ayollar kirishi mumkin bo'lgan madaniy muhim joylar, muqaddas qadamjolar, alohida muhofaza qilinadigan hududlar chetlab o'tiladi. Qoyalar yillik iqtisodga taxminan 6.4 milliard dollar foyda keltiradi. Dunyo bo'ylab sayyohlar ularni ko'rish uchun har yili maxsus tashrif buyurishadi. Kichik urug'lar yig'ilib, laboratoriyada parvarishlanadi, so'ng maxsus qurilmalar yordamida rifga qayta joylashtiriladi. Agar dastur muvaffaqiyatli yakunlansa, u baryer qoyasiga bog'liq 70 ta an'anaviy hududning barini qamrab oladi. Aziz muxlislar, xabaringiz bor, biz har juma dasturida kitobxonlik mavzusiga alohida to'xtalib o'tyapmiz. Bu borada albatta teatrlarni ham jonli kitob desak, menimcha ayni haqiqatni aytgan bo'laman. Juda ham to'g'ri aytdingiz Anvar. Azizlar, badiiy so'z va uning ijrosi bilan shug'ullanib kelayotgan O'zbekiston Davlat yosh tomoshabinlar teatri ijodkorlari bugun studiyamiz mehmoni. Ular bilan tanishtirib o'tmoqchimiz. Suhbatdoshlarimiz Muhayyo Murtazoyeva, Dostonbek Rahmatullayev hamda Ulug'bek Rustamov. Xush kelibsizlar studiyamizga. Xayrli kun deymiz. Yaqindagina mana Ozarbayjon safarida bo'lib qaytinglar. Kelinglar, suhbat avvalida ana shu taassurotlar bilan o'rtoqlashsak. 2017-yil 3-avgust kuni prezidentimiz millatimiz ijodkor ziyolilar bilan uchrashuv o'tkazdilar. Mana shu tarixiy lahza, tarixiy kunlar desam mubolag'a bo'lmaydi. Bu kundan boshlab prezidentimiz tashabbusi bilan do'stlik klubi joriy etildi. Mana shu teatrimizni do'stlik klubi a'zolari raqamli texnologiyalar vazirligi bo'ldi. Madaniyat vazirligi bilan hamkorlikda qolaversa
raqamli texnologiyalar vazirligi bilan birgalikda yo'l xaritasi tuzildi. Shunga binoan teatrimiz hozirgi kunga qadar turli xorij davlatlariga safarlar, gastrollar, festivallarda qatnashish baxtiga muyassar bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu o'rinda aytish joizki, turli xil davlatlarda, millatlarda biz o'z teatrimizni spektakli bilan qatnashdik. Shu o'rinda aytish joizki, aynan Ozarbayjon davlatining Baku shahriga qaytadigan bo'lsak, bundan 5 yil muqaddam 20-yili biz gastrol safarda bo'lganmiz. G'ofur G'ulom qalamiga mansub Shumbola asarini namoyish qilganmiz. Ozarbayjon yosh tomoshabinlar teatriga juda ham manzur bo'lgan, qalbligidan, ko'ngilligidan joy olgan o'zicha desam mubolag'a bo'lmaydi. Va shu o'rinda oradan 5 yil o'tib, mana yana Chukovskiyning qalamiga mansub Oypashsha asari bilan yana Ozarbayjon davlati Baku shahriga bordik. Aynan o'sha teatrga yana. Aynan o'sha teatrga, yosh tomoshabinlar teatriga, teatrimizni bosh rejissor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Malika Iskandarova tomonidan sahnalashtirilgan mana shu spektakl myuzikl janrida qo'yilgan. Namoyish jarayonida to'g'risini aytganda ularning yosh tomoshabinlarning hayratlari cheksiz desam mubolag'a. Chunki hayrat bilan yaxshi kutib olishdi, juda ham quvonch bilan. Hozir siz shunaqa to'lqinlanib, hayajon ila gapirib beryapsizki, demak Baku safari, Ozarbayjon safari sizda nihoyatda nima yoqimli taassurotlarni qoldiribdi. Ikkinchi bora tashrif buyurdik. Endi qarang, bitta jihatiga to'xtalib o'tsak-da, mana boshqa teatr ijodkorlarida kamsitmagan holatda aytish o'rinli, yosh tomoshabinlar teatrda ishlash, Ulug'bek do'stim, nihoyatda qiyin. Chunki bolajonlar bilan, yoshlar bilan ishlash, ularni ishontira olish, to'g'rimi? Bunga alohida bir qaratish kerak, chunki ijodkorlarga qaysi ma'noda yosh tomoshabin to'g'ri aytib o'tdingiz. Ishontirish juda ham qiyin. Hayratlantirish hozirgi kunda yosh tomoshabinlarimiz juda ham qiyin. Va shu narsani aytishim kerakki, biza Do'stlik klubi a'zolari raqamli texnologiyalar vazirligi bilan nima uchun texnologiya? Hozirgi zamon talabiga javob beradigan texnologiya. Aynan shunga e'tibor beradigan bo'lsak, hozirgi kunda teatrimizda yangi texnologiya joriy qilingan. Ya'ni proyeksiya, mapping proyeksiyasi. Bu orqali dekoratsiyalarni jonlantirish mumkin. Zamon talabiga mos bo'lgan bir nechta spektakllarimiz hozir ishlanyapti. Shu o'rinda yangi premyeralar kutilyapti. Rejissyorimiz Malika Iskandarova tomonidan Qor malikasi spektakli sahnalashtiriladi. Va yaqin kunlarda premyerasi bo'ladi. Va bu premyerada biz o'ylaymizki, yosh tomoshabinlarimizga bizni o'zimizni spektakllarimizni yangi talqinda namoyish qilamiz. Yaxshi. Biz endi kutib qolamiz. Hamkasblarni ham albatta suhbatga chorlamoqchimiz. Kitob mutolaasi teatr aktyori uchun eng katta ahamiyatga ega bo'lgan jihatlardan bu mashg'ulotga qanchalik ko'p vaqt sarflaysizlar? Muhayyo. Bir spektakl olinganda, bir asar tanlanganda chetka jarayoni bor bizda. O'sha asar ustida ishlanadi o'tirib, xarakter topilgungacha o'sha chetka jarayonda xarakter topiladi. Aktyorlar stol atrofida jam bo'lib o'qishadi o'sha asarni. Bunda nima uchun aynan nutqni rivojlantirish uchun kitob aktyor uchun juda muhim. Bundan tashqari o'sha oxirgi tomoshabinni eng oxirgi qatorda o'tirgan tomoshabinga yetishi uchun kitobni mutolaa qilish bizda juda muhim hisoblanadi. Bundan tashqari bilamiz, har xil asarlarda turli xil xarakterlar bor, obrazlar bor. O'qigandan keyin odamni ongida jonlanadi u xarakter, obraz. Shuning uchun aktyorga juda muhim deb bilaman. Nafaqat aktyorga, hamma soha vakillariga kitob o'qish juda muhim. Dostonbek, sizni bu boradagi fikringiz qanday? Hozirgi kunda 21-asrda yashayapmiz. Hamma joyda texnologiyalar rivojlanib ketdi. Sun'iy intellekt, kompyuter. Lekin insonning ma'naviyati, tafakkuri, uni qalb ozuqasi baribir kitobda, mutolaada qoladi. Biz qanchalik rivojlanganimiz sari, masalan, planshetlar, gadjetlar rivojlangan sari, lekin baribir inson o'zi bilan yolg'iz qolganda yoki ruhiy ozuqa olmoqchi bo'lganda, qachonki o'ziga eng yaqin do'stni izlagan paytida baribir mutolaaga murojaat qiladi. O'zi yaxshi ko'rgan Shekspirni o'qigisi keladi, G'ofur G'ulomni yoki Oybekni o'qigisi keladi-da. O'zbek adabiyoti ham, o'zbek mumtoz adabiyotidan tortib hozirgi kunga qadar adabiyotimizda naqadar buyuk asarlar bor.
butun dunyoga teng keladigan asarlar bor. To'g'ri Eng aytasiz. asosiysi insonni ruhiyatini oziqlantiradigan asarlar. Bu bizning eng katta yutug'imiz. Bu bilan faxrlansak arziydi. O'shaning uchun kutubxonalarga bo'ladimi, teatrlarga bo'ladimi, televideniyega bo'ladimi, har joyda ham o'zimizni asarlarimiz bilan, o'zimizni ruhiy ozuqamiz, ma'naviy yuksalishimiz bilan biz hammaga o'rnak bo'la olamiz va ulg'ayib kelayotgan yosh avlodga ham teatr bilan birgalikda shuni singdirishimiz kerak deb O'shang o'ylayman. Dostonbek, juda o'rinli, bebaho fikrlar bo'ldi Dildora opa. To'g'ri O'zi teatrni yaxshi ko'rgan odam albatta ko'proq teatrga borgisi keladi-da. Kitob o'qish barobarida u o'sha kitobdagi voqealar sahnada jonlanadi. Ko'z oldida jonlanadi. Albatta, albatta. Siz yaxshi ko'rgan aktyorni sahnada ko'rsangiz boshqacha bo'lib ketasiz. Albatta. Hayrat insonni qaytadan tug'ilishiga bir yo'l desak ham bo'ladi. Yashang. Shu san'atni vazifasi shu. Bu teatrda keyin muhim jihatlardan biri ustoz shogird an'anasi Xuddi yaxshi yo'lga qo'yilgan. Yaxshi yo'lga qo'yilganini biz juda ham yaxshi bilamiz, chunki teatrda bu nihoyatda muhim bo'lgan jarayon. Chunki ustozlar o'zlarini shu tajribalarini, o'zlaridagi bor kasbiy sirlarni kelajak avlodga o'rgatib, yetkazib kelishadi. Biz bejiz bu haqda so'z ochmadik. Bugun ustoz san'atkorlarimizdan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hakima Otaxonova bir kuni sahifamizning qahramoni. Kelinglar ushbu sahifani birgalikda tomosha qilaylik, so'ng yana suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvini navbatdagi sonida menga shunaqangi bir zolim qaynona roli berilganda, shunaqa bir joyi bor ediki, o'g'lim xotinini shunaqa kaltaklaydigan joyi bor dedi. O'zi aslida ssenariyda bu narsa yo'q edi, lekin qandaydir bir syomka paytida menga bir ilhom kelib ketdimi, o'g'lim kaltaklayotganda shunday qo'ldan turtib nariga itarib yubordimda, voy shu ham endi erkakcha kaltaklash bo'ldimi? Kaltaklash mana bunaqa bo'ladi bolam deb turib, men haliga oyog'im bilan kelinimni rosa tepdim. Aktrisa bechorani ko'zlaridan yosh chiqib ketyapti-yu, o'zimni harchand to'xtataman deyman, to'xtata olmayman deb sochlaridan tortaman, tepib ko'raman, bu qilaman-da. Ertasi kuni biz endi Namanganga ketyapmiz, oilaviy. Namanganda yo'lda ketayotganimizda birdan qandaydir bir qon bosimim oshdimi yo havo ilg'adimi, mazam qochib qoldi-da, kasalxonaga tushib qoldim. Menga tinchlantiradigan ukollar berishdi, dori darmonlar qilishdi. Shunda biroz uxlab qolibman-da, uyg'onsam koridorda odamlar ovozlari kelyapti. Bir bola shunaqa bir jon jahdi bilan bir og'iz gapim bor, iltimos qilaman, opaga aytaman chiqaman deydi. Mayli, endi bir og'iz gaplari bor ekan, qanaqa gap ekan? Ruxsat beringlar, kirsinlar dedim. Bir bola kirdida, "Ha, opa, mazalar zo'rmi?" dedi. "Ha, yaxshiman bolam" dedim. Desam, "Ey opa, kecha sizni deb rosa bizni uyda urush, janjal, to'polon bo'lib ketdi" dedi. "Tinchlikmi bolam? Nima bo'ldi?" desam, "Kecha o'zingiz ham ko'rdingizmi, otalar so'zida shunaqangi bir yomon rol o'ynadingiz. Keyin otam aytdilar onamga, ko'rib o'tiruvdik oilaviy bo'lib. Mana qara, senlar hoynahoy shu artist xotin bilan egizak bo'lsang kerak. O'zingni ko'ryapsanmi? Ana, ko'rib oldi dedilar. Onam jahllari qisadi-da, "Yo'q, bu xotin yomon ekan. Men hech ham bu xotinga o'xshamayman-da. Men yaxshi xotinman" dedi. Keyin oxiri otam chidolmasdan shart o'rnidan turib, haligi televizorda derazadan shurtyorga qarab otib yubordi dedi. Keyin opa, bundan keyin bunaqa rol o'ynamang deb qoldi haligi bola menga. Opa, u ham mayli, otam bilan onam yarashib ketar. Lekin katta televizorimizni endi sotib olganimizga 3 kun bo'ldi. Otalar so'zini birinchi marta hammamiz yayrab, yashnab, mazza qilib yangi televizorda ko'rib o'tiruvdik. Shu yangi televizordan ajralib qolganimiz yomon bo'ldi-da dedi. Ustoz san'atkorimiz umrlari uzoq bo'lsin. Ko'p yillardan beri mana shu sahnadan tushmasdan yaxshi rollarni ijro etib xalqimiz ko'ngliga shunday bir ma'naviy ozuqa berib kelyaptilar. O'zi teatr jonli san'atda tomoshabin jonli ravishda ko'radi. O'sha hayrat ham jonli bo'ladi. Teatr ijodkorlarining ham nima deydi, hayrati jonli, sababi muxlislardan qabul qiladi va bunday holatlarda qiziqarli voqealar sizlarda ham ko'p bo'ladi.
To'g'rimi? Sahnada qiziqarli voqea. Men Hakim otaxonim bilan bo'lgan bir spektaklimiz, ya'ni Qizil Qalpoqcha degan spektaklimiz bor. O'shanda 2008-yil eslayman. Bu spektaklda men Bor obrazini yaratganman. Baribir ustozlar bilan sahnada ijod qilish biz uchun o'sha paytda bir chuqur hayajonni bir kasb qilgan. O'sha hayajonda shunaqa narsa bo'lgan. Ular buvijonni o'ynaydilar. Hammaga ma'lum asar, hammaga ma'lum spektakl ertak. Bo'ri bo'lib sahnaga chiqishim kerak bo'lgan. Bo'ri bo'lib sahnaga chiqishim kerak bo'lgan bir paytda ular ko'radilar-da mana. Voy, bo'ri deydilar-da. O'shanda o'zim bilmagan holda so'zim esimdan chiqib qolgan. So'zim esimdan chiqib qolganda kulib olganman sahnaga chiqib. Lekin ustoz baribir o'zlarining sohasini mutaxassisi, o'sha jarayondan improvizatsiya qilib vaziyatdan chiqib ketganlar. Ustozlarimiz teatrimizda darg'alari hamisha bizga sahnada boyagi ta'kidlab o'tganingizdek o'zlarining o'gitlari bilan, to'g'ri maslahatlar bilan ishimizni yanada unumdorligini oshirib borishadi. Bizni baribir ustoz shogird an'anasi teatrda juda muhim o'rin kasb qiladi. Albatta, har bir sohada kerakli-da bu kasbning sir asrorlarini bilish. Endi ijodkorlar kelib qolishibdi, Dildor opa. Ulardan bir she'rmi, monologmi eshitsak, menimcha muxlislarga ham bir yaxshi taassurot uyg'otgan bo'lamiz. Biz so'nggi paytda xorij davlatlarida ko'p festival, ko'p gastrol safarlarda bo'lyapmiz. Bilasizmi, har bir davlatda birinchi borganingizda insonda hayrat. U yerning tarixiy obidalari, maqbaralari, qolaversa, ular uchun muhim bo'lgan joylarni ko'rganda hayratlanamiz. U bir necha kun davom etadi. Bir necha kun davom etgandan keyin baribir har bir millat vakili kabi bizda ham vatan sog'inchi. Vatan sog'inchi. Bu tabiiy jarayon. Vatan sog'inchi, oila, mana shu tuyg'ular junbushga keladi. Shu o'rinda Abdulla Oripov, O'zbekiston xalq shoirining bir so'nggi davrda yozgan she'rlari bor, satrlari bor. O'shani qisman yod olsak. Qani, ayting. Meni olib keting o'z diyorimga. Tinch edi hamma yoq, tinch edi har yon. Titradi go'yoki yer bilan osmon. Boshimga xastalik tushdi nogahon. Meni olib keting o'z diyorimga. Issiq jon deydilar. Issiq jon bo'lar. Payt kelsa chechak ham sarg'ayib so'lar. Kim bilgay paymonang qayerda to'lar. Meni olib keting o'z diyorimga. Talpingan diyorim u O'zbekiston. Sehrini aytishga bormikin imkon? Yo'q, o'zga yurtlarda bera olmayman jon. Meni olib keting o'z diyorimga. Mana shu satrlar har safar bizani qalbimizda turadi va bir aynan o'sha 17-noyabrdan 21-noyabrga qadar bo'lgan davrimizda yana bir narsa, bayrog'imizning 34 yilligi 18-noyabr kuni nishonlandi. Biz ijodkorlarimiz bilan birgalikda Kaspiy dengizi bo'yida O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovani adoying bo'lgaymiz seni qo'shig'i sadosi ostida haligi bayrog'imizni ko'klarga ko'tarib bir rolik tayyorladik-da. Bilasizmi, vatan sog'inchini qadrini qachonki musofir bo'lganda inson biladi. Eng asosiysi mana shu vatanimizga bo'lgan, siz aytganingizdek, dillarimizni doimo hayajonlantiradigan, faxr iftixor bag'ishlaydigan tuyg'ular tark etmasin. Aytganingiz kelsin. Bu juda ham muhim. Vatanni sevguvchi har bir inson uchun bu juda ham muhim bo'lgan xislatlardan biri. Muhayyoxon, sizni yana suhbatga chorlamoqchimiz. Bilamizki, teatrda aktyor va rejissyorning uyg'unlikda faoliyat olib borishi juda ham muhim. Bu albatta katta bir muvaffaqiyatlarga sabab bo'luvchi katta hamkorlik hisoblanadi. Teatr rejissyorlarining bugungi kunda o'z oldiga qo'ygan vazifalari avvalo nimalardan iborat bo'lishi kerak deb hisoblaysiz? Ishontirish nihoyatda qiyin tomoshabinni. Avvallari bir qarash bor edi. Bolalarni aldash oson degan. Yo'q, hozir aldab bo'lmaydi. Qo'limizda gadjet, ko'ryapmiz hamma narsani. Shuning uchun
birinchi o'rinda o'zi rejissurada oliy maqsad degan tushuncha bor. Bu asarim bilan nima demoqchiman, ya'ni umumiy g'oya aniq bo'lishi kerak. Olayotgan asarini rejissyor sahnalashtirishdan oldin maqsadini aniqlaydi va nima deya olaman va nima maqsad bundan. Hozirgi vaqtda ishontira olish asosiy vazifasi rejissyorni va teatr tomoshabinlarini spektaklga, teatrga bo'lgan mehrini balki 200 yil, balki 300 yil davomida o'sha davrgacha saqlab qolish rejissyorni vazifasi hisoblanadi. Katta rahmat. Ertaga indinga dam olish kunlari teatrda qaysi spektakllar tomoshabinlar e'tiboriga havola etiladi? Balki bizni bevosita tomosha qilayotgan ota-onalarimizni bu haqda kichkinagina bir e'lon bilan taklif qilib qo'ysak, menimcha yomon ish bo'lmasdi. O'zi har yakshanba soat 12:00 da bizning teatrimizda har doim spektakllar bor. Qizil qalpoqcha, Zolushka, Qor malikasi endilikda qo'yiladi va biz yana bitta an'anani boshladik. O'zbekiston davlat yosh tomoshabinlar teatri nafaqat bolalarga, balki kattalar uchun ham, ya'ni katta yoshli tomoshabinlar uchun ham o'zini har yakshanba soat 17:00 da seanslarni boshladi. Unda masxarabos shou, jadidlar so'nggi kunlar, Barhayot Chinor kabi kattalarga mo'ljallangan tarixiy dramalar va zamonaviy spektakllar ham namoyish etilmoqda. Bizda Masxarabos shou degan spektakl bugungi kunga qadar 15 ga yaqin mamlakatlarda ishtirok etib, ko'p Grand Prixlarga sovrindor bo'lgan. Ushbu spektaklda o'zbek milliy urf-odatlari, an'analari tarannum etiladi. Hammani shu spektakllarga har yakshanba soat 17:00 da taklif etib qolamiz. Demak, ko'rishga arzigulik sahna asarlari aynan yosh tomoshabinlar teatrida ko'p. Bu bardavom bo'lishini istaymiz. Ijodkorlarimizga katta rahmat. Dostonbek, Muhayyoxon, Ulug'bek do'stim. Sermashaqqat kasbiylarda doimo muxlislar e'tirofi, ularning duosi, mehri hamroh bo'lishini istaymiz. Doimo yuzingiz yorug' bo'lsin, elda aziz va sevimli bo'lib yuring. Katta rahmat. Biz esa hurmatli teletomoshabinlar, ana endi kitobxon muxlislarimizni ekran qarshisiga yaqinroq kelishlarini so'raymiz. Sababi ular uchun top 5 kitob sahifasini taqdim etish fursati yetdi. Xuddi shunday azizlar, ular oliy ta'lim muassasasida yoshlarga yetakchilik qilib kelayotgan iste'dod egalaridan biri Sevinch Islomova o'zi o'qigan 5 top kitob haqida ma'lumot beradi. Demak, tomosha qilamiz. Marhamat. Shunday odamlarni axtaringki, ular bilan suhbat qilmoq, yaxshi kitob o'qimoqqa barobar bo'lsin. Shunday kitoblarni axtaringki, mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng bo'lsin, deb yozgan edi Ozarbayjon faylasufi Abul Hasan Bahmanyor. Kitob mutolaasi bugungi qahramonimiz hayotining ajralmas qismi. Zero, yoshlar yetakchisi bo'lish bu nafaqat mas'uliyat va ishonch degani, balki yaxshi odatlar bilan boshqa tengdoshlarga o'rnak bo'lish ham demakdir. Sevinch Islomova O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetida ingliz tili filologiyasi yo'nalishida tahsil oladi. Sevinch O'zbekiston yoshlar forumida o'tkazilgan tanlovda birinchi o'rinni egallagan. Talabalar tashabbusi doirasidagi tadbir va loyihalarni tashkil etishda hamisha faollik ko'rsatib keladi. Yil Sardori Respublika ko'rik tanlovining viloyat bosqichi birinchi o'rin sohibasi. U shuningdek universitetning Yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkilot yetakchisi hamdir. Sevinch yoshlarning kitobxonlikka muhabbati va qiziqishini oshirish uchun universitetda qanday loyihalar yo'lga qo'yilgan? Bugungi kunda talaba yoshlarimiz kitobxonlikka juda ham qiziqayotganini inobatga olgan holda Book Club degan klub tashkil qildik va ushbu klub doirasida deyarli har kuni muhokamalar, kitobxonlik targ'ibotlari, kitobxonlik tadbirlari amalga oshiryapmiz va talabalarimiz shu kabi klub va klubimiz faoliyatiga va kitobxonlik tadbirlariga katta qiziqish bildirishmoqda. Qozog'istonning Qo'shqanot jamg'armasi tomonidan Oltin qiran ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. Hozirda Navbahor tumani Qizlar ovozi klubi koordinatori sifatida ham faoliyat yuritadi. Izlanuvchan, tirishqoq va hamisha faol qahramonimiz qanday kitoblarni o'qishni tavsiya qiladi? Men tavsiya qiladigan birinchi kitob yozuvchi O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari asaridir. Dunyoda yashar ekanmiz, bir narsani to'laqonli ravishda anglashimiz zarur deb o'ylayman. Bizni dunyoga kelishimizda asosiy sababchi bo'lgan, issiqni issiq, sovuqni sovuq demay mehnat qilgan, bizning manfaatimiz uchun hattoki o'zidan ham kecha olgan zot bu ota-onalardir. Yozuvchi O'tkir Hoshimov ushbu asarini dunyoning barcha onalariga bag'ishlagan. Asardagi voqealar xuddi sizning bolaligingizda sodir bo'lgandek bo'lib, miriqib mutolaaga sho'ng'iysiz. Asar onalarimizga bo'lgan mehrni chuqurroq anglashga va ularni qadrlashga undaydi. Tavsiyamdagi ikkinchi kitob yozuvchi Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar asaridir.
Ushbu asar o'z yurtimizni tarixini bilishga va ajdodlarimizning o'tmishini, qanday voqealarni boshdan kechirganligini bilishga undaydi. Xususan ushbu kitob buyuk ajdodimiz Zahiriddin Muhammad Bobur haqida bo'lib, ushbu kitobda uning boshdan kechirgan voqealari hamda boshiga tushgan qiyinchiliklari, o'zga yurtda qanchalik katta imperiyaga asos solmasin, baribir o'z yurtini sog'inib yashaganligi ifoda etiladi. Ushbu kitob har bir kitobxonda vatanga bo'lgan muhabbatni ortishiga, odamiylik, sabr-toqat kabi tuyg'ularni oshirishiga hamda tarixga bo'lgan muhabbatni, tarixga bo'lgan qiziqishni orttirishga sabab bo'ladi. Galdagi tavsiyamdagi kitob tarixiy asarlardan uzoqlashmagan holda o'zbek adabiyotining yetuk vakillaridan biri yozuvchi Odil Yoqubovning Ulug'bek xazinasi kitobidir. Biz ushbu asarni o'qir ekanmiz, buyuk ajdodimiz Mirzo Ulug'bekning boshdan kechirgan voqealari haqida va tariximiz haqida, Temuriylar saltanati va bobokalonimizning to'plagan ilmiy xazinasi kitoblari haqida bilib olamiz. Tavsiyamdagi 4-kitob jahon adabiyotiga mansub Jek Londonning Martin Eden asaridir. Bosh qahramon Martinning o'z maqsadlariga erishish yo'lida qanchalik qiyinchiliklarga duch kelganligi hamda qanchalik qiynalmasin o'z rejalari, o'z maqsadlari yo'lida tinmaganligi va astoydil harakat qilganligi haqida so'z boradi. Asarni mutolaa qilar ekansiz, bosh qahramonning hayoti albatta sizni qiziqtirib qo'yadi. Martinning o'z maqsadiga erishish yo'lidagi bir harakati meni lol qoldirgan. U kuniga 6 soatdan uxlashni reja qilib, hattoki uxlab qolmaslik uchun o'z yotog'iga mix qoqib chiqqan. Va u ushbu harakatlari orqali kitobxonda har daqiqasining qadriga yetishga chorlaydi. Tavsiyamdagi so'nggi kitob jahon adabiyotining mashhur yozuvchisi James Clearning qalamiga mansub Atom odatlar kitobidir. Inson har kuni minglab qarorlar qabul qiladi va o'sha minglab qarorlarni qabul qilayotgan paytimizda bizga kundalik odatlarimiz yordam beradi. Ushbu kitobda yozuvchi yaxshi odatlar hayotingizni osonlashtiruvchi avtomatik tizim, yomon odatlar esa dushmaningizdir deb ta'kidlaydi. Qaysi asarlarni mutolaa qilish haqida o'ylanayotgan bo'lsangiz, Top 5 kitob sahifasini albatta kuzatib boring. Sizlar uchun eng yaxshi va eng sara kitoblarni tavsiya qilishda davom etamiz. Mana hurmatli teletomoshabinlar, dasturimizga ajratilgan vaqt sekin-asta o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Lekin biz xafa bo'lmaymiz, chunki hali shirin diydor onlarimiz barchasi oldinda. Xuddi shunday azizlar, biz faqatgina sizga dunyoning barcha yaxshiliklarini tilashni istardik, zero har biringiz bu dunyoda eng baxtli va eng omadli insonlar qatorida bo'lishga haqlisiz. Kun davomida esa yaxshi kayfiyat va eng asosiysi yaxshi insonlar hamroh bo'lsin. E'tiboringiz uchun tashakkur deymiz. Yana efir orqali diydor ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Salomat bo'linglar.